Mashg'ulotga tayyormisiz? Qarang, uy hayvonlari aytamiz. Ot, toychoq, mushuk, it, kuchuk, eshak, o'rdak, sigir, buzoq, xo'roz, tovuq, jo'ja, echki, uloq, g'oz, qo'y, qo'zichoq, aytolmayapsiz, qo'ying, aytmang. Qarang, sizda uyda qaysi biri bor? Qaysi hayvon bor? G'oz bormi? G'ozingiz bormi? Ha, yana nima bor? Qani? Buzoq bor, ha? Sigir ham bormi? Yaxshi. Sut beradimi? O'rdak ham bormi? Jo'ja ham bormi? Oho! Tovuq ham bor. Echkilaringiz ham bormi? Hammasi bormi? Zo'r-ku, siz boy ekansiz. Qaysini yaxshi ko'rasiz? Qani, qaysi hayvonni yaxshi ko'rasiz? Otni yaxshi ko'rasizmi? Barakalla. Ot dengchi. Ot. Yaxshi.